Do'stlar, bugun qanaqa kun? Albatta bugun Forza Horizon'ni yutadigan kunimiz, chunki men narsalarni bugun ham zo'r, xudo xolasa o'tgan safar zo'r rezultat ko'rsatdik, zo'r natija ko'rsatdik. Bugun men Izzer kanalidaman. Albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu yoqda eksklyuzivchi narsalar chiqib qolishi mumkin. Shunga o'xshagan mana prosta o'zi yaqinda chiqardim, yana chiqargim kelib qoldi hozir Forza Horizon. O'ynam kelib qoldi. Bugun vobshe boshqa kun. O'tgan safar qaysidir kun oldim, bugun уже yakshanba. Xudo xolasa ertaga chiqib qolsa kerak bu video. Bo'lmasa boshlaymiz. Xudo xolasa nasrlar zo'r. Bizga to'sqinlik qiladigan narsalar уже yo'q. Men hozir bugun mazza qildim. Kun zo'r o'tdi. Ham vohli keldim. Zo'r olaman, zo'r nasrlarni olaman deb vohli keldim. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Go. Boshlaymiz har doimgidek mashinamizni va so'rashinglar mumkin. Izzer nima? Abbozaga Izzer nima deyishlar mumkin. Izzer biz shu do'kon ochganmiz. Izzer nomli. Xudo xolasa kompyuter terib berish va boshqa texnikalar bilan shug'ullanamiz. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Bemalol yozishlar mumkin adminga, xolos telefon qilib tushunmaganlar. Любой turdagi kompyuter bor, xudo xolasa, eng minimal $400 dan boshlab u tip kosmosga qarab ketadi. Xohishligiga qarab, budjetga qarab, xohishligiga qarab qilib beramiz, xudo xolasa maslahatlashib bemalol qilsanglar bo'ladi. BMW X5 ertalab tushuna olsam zo'r bo'lardi lekin hozir bor. Normal 4-uring eng zo'r mashina menimcha nima bor yana to'g'ridan boshqa? Ford Focus bor. Normal X5. Bu juda opasniy joyda, bu juda opasniy joy hozir qarang. 4 ta odam bor, kim oladi, kim qo'yadi, bu oldi mayli. Orqada ham bor ekan, orqada bir emas, ikkita bor ekan. Meni ko'rib hozir menga anaqa qilmasa bo'ldi bu. Yopish olmasa bo'ldi. Anti kimdir olmadimi? Olganga o'xshadi, yo'q olmabdi. Bu yerda Lancer, to'rlarning to'rdan o'tib, to'rdan qochib to'rga bordi baribir. Lancerning o'rtacha to'rlarning ichida eng zo'ri emas, eng zo'ri menimcha X5 yoki Ford Focus. Ko'rish kerak uni. Prosta qaysi payt qachon degan gap ham bor-da endi misol uchun tez yuradigan mashinani birga o'tkazib qo'yish mumkin nimaga? Chunki ukam qochdimmi qani? Ketdik endi. Mana mashinani hozir eslaydi bo'lsa, videoning boshida Ariel Nomad haydab yurdim. Buni sherigi, u ham 6-o'rin, Examative, Execute, Offroad do'stlar. Nimagadir shu esimga xayolim kelib qoldi. Mana video nimadan boshlaydi ekan dedim, garajdan ochib qilsam Ariel Nomad turgan ekan. Nimagadir shu esimga tushib qoldi va shu mashinani topdik. Почти что akasini. Va hamisha bu narsani anaqa qilmayman, to'xtamayman bu narsani gapirishdi. Dropga qaraymiz. Mayli 8dan keyin 9dan keyin qarash shart emasdir, juda ham shans kam. 6-7 dan ham qarash kerak dropga. Dropga qarab yurish kerak. Armon degan narsa ham bor, plus mana shu omad kelib qolish degan narsalar ham bor. O'tgan safar ham omadim keldi, ko'rgan bo'lsanglar, 8 topdim sirazi. O'shaning uchun yo hozir shunaqa qilib qo'yganman oxirgi payt. Unaqa bo'lmasdi, kamdan kam, juda kamdan kam bo'lardi. Yo o'yinchilar chiqib ketyaptim Forzadan ko'z yuz o'girib, tipa bo'ldi o'ynayman, vobshe omadim kelmayapti deganlarga shunaqa qilyaptimi deyman-da. Meni kanalni ko'rganmi deyman-da. Bilmayman, короче, omad keldi, bo'ldi, 7-o'rin bo'ldi. Ertalabda hali 40 ta odam bor do'stlar. X5 ololmadi, undan zo'r nasib qildi degan qizig'i Porsche Cayenne Turbo. Nus 7 talar ichida Jeep Trailcat nomer 1, Porsche ham 2-o'rin bo'lsa kerak, eng musori orasida Ferrari, bilasizlar, Ferrari jon, Ferrari. Endi 7 ni berganda o'shani olib qo'ysa bo'ladi, endi noilojlikdan, asosan vibir turganda, lekin uni hech qachon tanlamagan bo'lardim. Hayotda o'ylab o'tirmasdim. Eng yaqin do'sting va yoki Ferrari, o'sha 7-o'rindagi Ferrari desa, menimcha Ferrari tanlagan bo'lardim. Любой odam tanlagan bo'lsa kerak, bilmadim endi yana. Yo, men shunaqa men baxshiyman. Orqamda kimdir yuribdi, menimcha ko'rib, meni sal orqa tormozni bosdi. Meni ko'rib sal tormozni bosdi bu bola. Tormoz bosmayapti endi qizig'i. Bo'pti-ki. Qochdi. Bu razvorot qilib chiroyli qilib to'g'rilab olmoqchi, menga g'onka tashlash uchun. Menga birinchi yetib ol degan savol tug'iladi. Men o'zimga yaxshi pozitsiya tanlab olay. Yaxshi pozitsiya tanlab olamiz. Voy, bu daraxt zo'r ekan, juda ko'p daraxt. Olib yoqqa qolib ketamiz bu yerda. Tiqildim menimcha, u kelib menga tashladi ham, ketdi. Bu ham tiqildi degan qizig'i. Audi RS6 ga ishonaman lekin. Audi RS6 ga ishonaman. Bu bola bekorga qilmadi bu ishni, chunki Audi RS6 do'stlar
hamisha zo'r bo'lib kelgan. Hamma kattalarni ham yoradi. 5 dan to'g'ri. Endi 7 ni bilmadim. Audi RS6 bilan 7 ga qarshi o'ynab ko'rmaganman. Aynan Porsche yo kimdir o'ynagandir yoki nimadir bo'lgandir. No, bilmadim to'g'risi. Qanaqa o'zini ko'rsatadi. U yo'ldan yo'l tanladi. Men dala tanladim. Dala hayvonimiz. Ay! Yo'q, yaxshi. Sal tosh ko'ringanday bo'ldi, lekin u hali ham yo'lda yuribdi, lekin qaysi yo'l tez olib borar ekan. Audi RS6 bilan yo'ldan ko'proq anaqa qilgani yaxshi-da u. Nima deydi? Yo'ldan ko'p foydalanib olgani yaxshi. Ancha ham kichkina yo'lcha bor ekan. Hozir ko'ramiz. O'sha yo'ldan ketdi. Baribir yana u tipa trapinka deydimi, nima deydi? Ko'p gapirmasligimiz kerak va like bosishimiz kerak. Hammaga like bosib ketsa zo'r bo'lardi. Izdir kanaliga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, kam to'ldirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zim boshida turaman, o'zim xudo xolasa yetkazib ham beraman, endi Toshkentda bo'lsangiz. Yaxshi ko'rsatmagan yo'l tanladi. Zakaz yo'l tanladi. Oxirgi yo'l tanlayman dedi u. Qo'rqqandir, balkim tosh-posh urilib qolishdan qo'rqqandir balki. Mana shunday qo'rqdim, endi baribir risk. Do'stlar, ikkita video podrad Camaro olish endi nech pul bo'lyapti deydi. To'xtab, yana o'rtadamanmi, orqaga berar ekan. Tashlamadimi? Hay, tashlamas ekansiz, brat. Lekin zo'r paysada turdim-da. U turdidan bo'ldi. Men biroz o'rtib qolganimcha bilmayman, o'tib ketardim mana shu yo'l bo'ylab. Men bilmadim endi. Hamma endi har xil. Endi dalaga chiqib ketar ekan. Men o'rtadaman eng qizig'i. 21 ta odam qoldi, do'stlar. 9-10 bu olishimizga hali anchagina shansimiz bor. Normal shansimiz bor. Eng qiziq hozir zona yopiladigan bo'lsa, qattiq yopilar ekan. Bitta tog'ga qarab yopilar ekan zona, do'stlar, tog'ga qarab yopilishi mumkin. Voy. Bilmadim, 13 bola bo'lsa ham tog'dan qo'rqsa kerak menimcha. Bor 13 hozir turganlar bo'lsa, ham bar tog'dan qo'rqadi. Va bu tarafga qarab, kartani bu chekkasiga qarab o'tib olishim kerak, chunki o'sha chekkasi sal tekisroq, odam bashara. O'sha yerdan bu yoqqa qarab o'ynaganimiz yaxshi. Bar o'sha yerda hamma odam, bu yoqda hech kim bo'lardi, ertalabdan hech kim yo'q. Eng qiziq hozir bitta narsani aytaymi? Mayli, aytmay qo'ya qolaman. Yo'q, o'zi kelib qoldi, o'zi kelmabdi. Zonaga chiqibdi yana eng qizig'i. O'sha 8-9 dan keyin menimcha o'sha qarasham endi. Mana kimdir oldi o'sha Ferrari, 7-o'rin Ferrari'ni oldi. O'sha bilan o'ynash kerak endi deydi. Qatta endi men droplar bor ekan. Droplar 8 dan keyin boya gapim. 8-9 dan keyin drop shart emas degan gap. Odam ham yo'qda, eng qiziq, mana shu tarafda odam bo'lsa kelib shu qarab kelyotdim men hozir. Odam yo'q. Men to'rimda bor ekan, endi qanchalik uzoq endi, yaqinmi, qanchalik yaqin endi u. Qatta o'zi u tog' tarafda bo'lsa endi bilmadim endi. Вообще yetib olmayapti. Yo'q, ko'rinmayapti-ku даже mana gorizontda. Ha, shu yerda ekan, mana shu turibdi. Sekin tormozni boshladi. Juda sezdim meni orqamdan anaqa otganimni, axota qotganimni. Lekin barib qochib ketdi. Lekin yo'lga chiqmoqchi, nima qilmoqchi? Dropga qarab ketyapti paxoda. Dropga, значит kichkina. Bilmayman, bu yoqda hech nima yo'q lekin. Kichkina. 5-6 Arieldan matmi nima o'sha boyagidaqa egzamatib-ketmi? Endi zonaga qarab yuramiz endi. Brat, yuring, birga ketaylik zonaga mana. U ham yo'q, Porschemi? 6-o'rin Porsche menimcha yoki Porsche Offroadmi ekan? Porsche Offroad ekan даже. U toqqa zo'r chiqib ketishi mumkin lekin agar Offroad. Do'st, hech qaysi to'g'ri kelmadi. Qanaqa Ford nimadir 5-o'ringdagi. Hech qaysi gapim to'g'ri kelmadi. Men urildim, o'tib ketdi. Lekin men urilib yotdim hali ham. To'xta. Razgon olishimiz kerak, salim yorinog'idan chiq. U ham shu yerda, lekin uni ham kuchi yetmaydi menimcha. Janchali va mashina emas, 5-o'rin. Lekin juda yaqin edik. 1-tur. To'g'ri, unaqa bo'lish.
Unaqa ssenariy yo'q edi deydi-yu. Unaqa ssenariy yo'q edi lekin. Unaqa ssenariy yo'q edi. 14-o'rin. Do'stlar, kayfiyat tushirmaymiz. Zo'r ketdi. Xudo xolisa keyin yana qiladi. Yo, yo bitta narsa eng qizig'i off-road mashina imенно shunaqa yo'l berib qo'yganini qarang, off-roadga bilan. Imенно yana 1.4 kilometr. Вообще omad keldi lekin bratanni. Ham tez chiqib ketib qoldi, urilmasdan cho'tki gap yo'q. Nima ham dirdik. Keyingi raund do'stlar, keyingi raund. Mayli. Yo, men bitta narsani tushundim. Har doim mana jalba qilamiz-ku. Voy, o'xshamayapti. Voy, omadim kelmayotganini qara. Voy, buni qara, voy, buni qara, voy, o'yinni qara. Menga qarshi o'ynaydi deb har doim o'xshamanu. O'sha yomon narsa-da. Bilib turib qilaman. Niyaso'zdim-da. Ya'ni o'ylamasdan qilaman, o'ylamasdan gapirishim mumkin, qilishim mumkin. Naborot yaxshi narsa o'ylashimiz kerak. Hozir zo'r bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Ha, gazni bos degan narsa bo'lish kerak. Cho'tkida. Hozir undan ham zo'r bo'lar balkim. Hozir tushum bilan 9-o'rin turgan bo'lishi mumkin. Mana turib, mana baqir chaqir to'polon, mana bayram. Bilib bo'lmaydi endi. Kamu kak. Hatto yaxshi narsa endi men siqilganim yo'q. So'kkanim yo'q. Normal, cho'tki. To'g'ri mana, yana Lancermi? To'shadan Lancer Subaru ekan bu safar. Bir go'r. Birinchi marta oldimmi? Yo, bermaydimi? Ha, berdi, birinchi marta berdi do'stlar, normalni. Kimdir kelyapti cho'tga, bir ekan menimcha, keling. Lekin necha ekan men? Bu yoqda hozir 6-7-o'rin bo'lsa, ko'rmagan bo'lsam hozir. F ekan, bo'ldi, olsin. O'ynaymiz mana shunda. Kakra chap tarafga ekan konki. Ketdi, o'zi tashladi, 4-o'rin. Yo'q, men to'g'riman, u 5. Ne 4-o'rin dedim. Ben просто 4-o'rin dedim. U 4, u yana u 4 dedim. U 5, men 4 va 2-6 kilometr ikkalamiz ham to'g'ri joylashdik, zo'r topdik. Va endi Debert F bilmayman qancha uzoqqa boradi, bilasizlar, qo'pol mashina urilsa, lekin juda o'ziga olish juda qiyin bo'ladi. Endi meniki ham Subaru wow mashina emas, endi bilmayman endi qanchalik hozir to'g'ri bo'ladi. Va maksimal kamzan bilmayman qancha hozir. Subaru anchada beri olmayaptim. Lancerlar bilan почти что bir xil Subaru. To'g'ri daraxtga urdim. Sal gazni qo'yib yuborsam bo'larkan bari. 300 metr, mayli. 47-o'rin do'stlar, normalniy. Do'stlar noto'g'ri bosdim, lekin baribir drop yo'q ekan yaqin atrofda, lekin bari. O'chirt bo'yicha qiladimi bu joyga tushirishini bilmayman, lekin mana odam ham yo'q. Eng qiziq, odamni bilib qoldim o'sha mana shu o'chirt bo'lib tushishini. Bilmayman endi qayerda bor endi. Qurishda odam arena meshaytsa, o'sha arena ketdi. To'g'rimi odam imamni yo'q, drop emas ekan, cho'ta ko'zimga ko'ringanday bo'ldi. Drop lekin yo'q. Drop yo'q. Endi menimcha 2-2, 1-1 bo'lib sekin bitta o'rin ko'tarilamiz menimcha endi. Bir level o'ynab. Yo'q, mana umuman ko'rmayotgani yo'q bari. Voy, orqada ekan shu. U ham men ham kirib olganimizni qaradi, вообще zerikkanmiz. Aleksey, bratanchik Aleksey, bu kunda podpисчикларdanmi deyman. Endi bu yoqda chista masterstvo-da, mana buni qara, temir xalaq berishini qara. Foy, itarib yubordi mashinamga, devorga tiralib. Voy, fizika qonun bu darajada ishlamaganda bo'lagandim Forzada. Mayli. Yo'ldan ketaversam bo'lar ekan.
Mana kirdimmi yo kirmadim, yo past yurgan ekan u. Ha, u past yurgan ekan. Do'stlar, garovchi u pastdan ketgan ekan. Men nimagadir bu yoqdan kirdim. Nimagadir emas, menga shu yo'l shu yerdan ko'rsatdi o'zi. Nimagadir pastdan ketdi u. Yo tushib ketib qoldim ekan pastga. Men yutqizdim, bo'ldi. Men hozir bu joyini qo'ymayman ham deyotgandim даже. Вообще nima qilaman bu gonkani qo'yib. Shuni kirdim, birinchi o'rinda yutqizib ketdim degan narsa bo'lyotdi. Bilmadim lekin. Ana arena tugab qolgan bo'lsa, hozir dropga chiqishni boshlaydi. Ozgincha qolibdi. Biroz kutaylik, dropga borib anaqa qilamiz. Men seriöz, mana shu xayolga kelyapti. Seriöz sezgan bo'lsa jam ketdim. Bu boshqa narsa reaksiya bildirgim kelmadi. To'g'risi hech narsa degim kelmadi. Ana. Mana shu teparoqdan ko'rish kerak bor. Voy, bir daraxtga borib urganim. Bu pastga tushib ketib qoldi. Menimcha mostga tushib ketib qoldi. Bechora alarm chiqquncha men bu yoqdan kelib olib ketdimmi? Lekin dakansiz kurashdim-da, lekin dakansiz borib qo'yman, yutqizsam ham deb mana qildim. Borida anaqa. Bo'ldimi? A, yo'q, bu taraf kelibdi faqat. Ha, bo'pti do'stlar. Va hozirkin chiqishni boshlaydi droplar. Qani ko'zga ko'rinmayapti, lekin drop umuman ko'zga ko'rinmayotgan. Bugun drop degan narsani ko'rmadim to'g'risi mashqatga. Yo'q, qanaqa anti-drop o'yinmi ekan? Hamma birmikan shunda. Hech kim olmagan dropni. Yo'q, mana bu tarafda anti uzoqda bor ekan endi. Borish stoydmikan? Ne stoydmikan? Ancha uzoqda ekan. Anti. İşte. Normal, stoyd faqat. Unisi bo'lmasa bunisi. Necha? Ha, 2 ekan bu ham. Mayli. Pastachi. Pastami, shu yerdanmi, qayerda edi? Hop, necha jigar. Yo'q, nimagadir lekin bugun вообще dahshat lekin bor. Zo'r ko'z tegmasin. Naslini ham zo'r, xafagarchilik ham bo'lmayapti. Mana shu pastda odam bor ekan. Kesiz ko'rishni zo'r bo'lardi. Shu manaqaga qarab ketardik, or centerga qarab. Drop ancha kamligi. Men shuncha yo'l yurib keldim, shuni bitta ham drop ko'rmadim hozir. Necha Ariel Namat degan shumi yutgan? Shu bo'lish kerak. Chatda chiqdi. Ariel Namat. Qani kelingchi. Zona qayerda? Zona shotda ekan. To'g'rida ekan. To'g'rida ham odam bor ekan. Mamtumda ham odam bor ekan. Qani kim ekan? Qaysi biri? U bo'lmasa bu-da. Ha, mana mashi ekan Ariel Namat. Bitta ekstra olganini qarada. Kimga ekan tezlik? Men ham 6, u ham 6. Ketdi 1.6 kilometr. 1.7 nimaga tezlashib? Davay, yo'lga chiq. Orqamda kimdir? Qo'rqib ketdim men, kimdir. Teplisidan chiqib kelganiga. Lekin tez razvorot qoldi-yu, mayli ko'ramiz. Skorusi ham razgoni zo'rda menimcha. Bu yoq endi chistaniqi. Daraxtni yiqitib olamiz. Voy.
Do'stlar dahshat bo'ldi lekin sal qoldi bir sekundligina yutqizdimda bo'ldi. Yana shunaqa bo'ladi bor. Bu faqat yutqizdimda bo'laman bor. Bu faqat shu xayoldaman. Yana Porsche Cayenne, xudo xolisa. Porsche Cayenne. Kim bor ekan endi? Kimdirlar keldi. Men necha ekanman bu urovin? 8 ekan. Bu yoqdan qochib qolish kerak. Bu yutib keldi shotga. Uni ham finish shotda bo'ldi. Kim yutibdi? Ham Jo'shqinlarni, voy uzr Jo'shqin. U hamma shotga otdi bor. Namuncha hamma finish shotda polni. O'yin pol finish shotga beribdi do'stlar. Hozir 10 ta bola chiqib keladi shu anchadan bor. Hamma shotda bo'ladi значит. Bittaman bu yoqda o'zim qolib ketdim. Anta ham kimdir bor ekan va u yoqda ham bitta gonka tugayotgan ekan. Hammasi bir-bir bilan o'ynaydi ham qizig'i. Lamborghini Centenario oldi kimdir, dahshat. Vosh Ormazonda qolib ketibdi, zona ham. Kimdir bilan gonka o'ynasam yana Ormazorga beradi. Kim ekan endi bu bola? Men yuribdi orqamdan poylab. Voy urilib qolganim qara. Qatga berar ekan, masjidga beradi bersa. Chiq. Chiq. U ham ko'rmayapti, u ham mana buni ko'rmayapman. Bor endi qizig'i, chiq. Ichkariga kirsam qolib ketaman, uni orqasidan kirsam. Ha, yo'q, chiqib ketib qoldi u. Karta yo'q bo'lib qoldi bola. Ha, yo'q, endi paydo bo'lib qoldi. Necha ekan? Chetir emasmi? Ko'rinmayapti anaqasi. Yana yo'q qoldi kartada. Yo'q, qanaqa g'alati narsa bu? Yana yo'q qoldi hozir karta. Yo'q hozir. Mana. Men chiqib ketgani balkim internetda to'g'ragandir, balkim bilmadim endi. Yo'q, 7 man, lekin 7 apasniy bir 8-9 10-15 bu olishim kerak menimcha. 8 odam qoldi. Ya shunda qatnashib qo'ya qolaymi ekan final kun. Final kunga bitta qatnashdik, balkim Zora omadimiz kelar. Zora bir hammasi bir joyga urilib, tiqilib qolib, biz o'tib ketib qolsak yo'q. Zora yaxshi niyat baribir. Orqamda kimdir ushlab olaman deyman-da. Orqamda kimdir kelyapti-da. Keling endi, brat. Zonaga qarab o'ynaymiz endi. Bu tayyor turibdi. Razorat qilib tayyor turibdi. Nima ekan bu? Funik emasmi? Bilmayman, nechinchi tur urin mashina qochdi. Funka motor sport ekan bu. Funik emas. Orqaga beradi endi qizig'i, agar boshlasak. Bermadi. U 6 man 7 man endi bilmadim endi qaysi anaqa bilan. Men qochdim endi. O'sha razord qoldi. Jigar. Siz qilgan anaqadan biz ham bilamiz. Siz o'qigan maktabda biz ham o'qiganmiz deydi. Yo'q, yana qizig'i razord qolar ekan, men bu yoqqa qochib ketdim. Menga tasha olmadi endi. Qochdi endi bu ham men qanday qilishdi bilan. 7 ta odam qolibdi. Prosta yuribmiz. 2 ta odamda mana men bilan uni kam kichkina o'rin, qolganlarni endi bilmadim. 9-8 tani ko'rdim. Endi qolganlar ham kichkina bo'lsin deb niyat qilib turamiz. Yana kimdir gonka o'ynayotgan ekan. Men gonka juda kichkina bo'ladi. Hozir 9 metr, 8 metrlik gonka bo'ladi agar o'ynasak ham. Arena уменьшается. Har kimdir qo'riga tushadi o'sha bola hozir. Prosta uni yurib bo'lmaydi uni. Mendan qolsa boshqasi mendan zo'rga tushadi-da hozir. Ondan qocha olmaydi. To'g'ri yana bitta bola turibdi. Endi o'ynaydim bilmadim. Cho'ta menga qarab turibdi. Mayli, qatnashib qo'ya qolaylik bo'lmasa anaqaga, nima deysizlar? Final gonga qatnashamiz, mayli. Videoda qatnashmasam endi. Bo'ldi, o'chdi. Gonka o'chdi. Menimcha u trassaga chiqa olishimiz kerak, men trassaga.
hammani atrof orqasiga borib turaveramiz. Mana bu trassaga chiqa olishimiz kerak biz. Palyon shu trassada, trassada bo'lib qolsa, lekin juda shansim kichkina bo'lib qoladi. Uriladigan joy bo'lmaydi. Plus mana bilan 9 shuni skorost bo'yicha o'tib ketadi, bo'ldi. Bu hamma shu yerda. Hamma shu yerda. Hamma tushundi, hamma shu yerda. Izi o'tib ketadi. 10 sentenarga yurishini qarab qoldi. Akulaga o'xshaydi realni bor. To'g'ri dedimi? Endi bilmadim. Yo'l yarimida anaqa dalazor, daraxtzor, tam o'rmon, tam yana nima? Tog' pog'lar chiqib qolsa, lekin shansimiz bo'ladi. Lekin mana shu tekis yo'l bo'lib qoladigan bo'lsa, endi bilmadim endi. Bari kimda daladan ketdi, dala hayvonlari bor bizga o'xshagan. 5-o'rinlar bor ekan. Qara hozirga qaysi anaqasi bilan shuncha chidabdi. Kim unaqa ko'rmabdi. U pastga qarab otdi o'zini. Yo'l lekin ancha aqlli. Yo'l ya'ni ancha aqlli hozir do'stlar. Yo'l tanlaganlar ancha lekin plyusda bo'ladi. Chunki mana qara, uchtasi yo'lda qolib ketgan dalada. Prosta men uchtasi shunaqa yo'l tanlamagan uchun men o'tib ketaman. 3-o'ringa chiqib ketdim hozir. Birga chiqish endi shans ancha kamroq, baribir mayli. 3-o'rin. Normalniy ko'rdim. Yo'ldan yurdim. 8 bo'lganimda menimcha 10 bo'lishim kerak endi. Pali bo'lmadi. Chunki sentenar bilan pashti kuchimiz bir xil bo'lardi. Orqama ketardi, bitta yo'ldan bitardi bo'ldi. Do'stlar, sizlar bilan amboza bo'ldi. Izir kanalini ko'rganimda xursandman. Albatta, kimga kompyuter texnikasi kerak bo'lsa, zakaz qilsanglar bo'ladi va Izir kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasdan. Sal qolib ketibdi, to'g'ri tushundim. Videoda chiqish davom etadi, bo'pti. Hammaga xayr, bo'pti.